Zamon xabarlari. Putinga 6 yil ichida Xitoyni kosmosda quvib yetishga va'da berishdi. Rossiya yiliga 113 ta kosmik parvozni amalga oshirish orqali Xitoyni ortda qoldirmoqchi. Mamlakat prezidenti Vladimir Putin Rossiya kosmik faoliyatini rivojlantirish milliy loyihasini tasdiqladi. Bu haqda Roskosmos rahbari Dmitriy Bakonov ma'lum qildi. Loyihani amalga oshirish uchun davlat budjetidan 4,5 trillion 2030-yilga kelib Rossiya kosmik parvozlar sonini deyarli 4 baravarga, 2036-yilga kelib esa 6,5 baravarga oshirish rejalashtirilgan. 2024-yilda Roskosmos atigi 17 ta parvozni amalga oshirgan. Bu Rossiya uchun 1960-yillardan beri eng past ko'rsatkich hisoblanadi. Yangi loyiha doirasida esa 6 yildan so'ng Rossiya har yili 66 ta sun'iy yo'ldosh yoki apparat uchirishga erishishi kerak bo'ladi. Bu 2024-yili 68 ta uchirishni amalga oshirgan Xitoy darajasiga tenglashadi. Bu ma'lumotlar Daryo.uz saytidan olindi. Sizlarni bu yangiliklardan boxabar qilgan jurnalist Sevinch Oyzafarqizi.